Shuncha yil qaynonam juda ham yaxshi, insofli, diyonatli. Qaynonam shunday qaraganda munis onaxonlarmi? Juda ham yaxshi. Erim sal iflos, lekin qaynonam juda yaxshi deb o'ylagani qarab, lo'qish kelin. Kelin erini yana bitta xotini borligini bilib qoldi va qaynonasiga qarab o'g'lingizni boshqa xotini bor ekan, oyijon. Hamma narsani biladi bu jalab qarab. Yo'q, bolam, unaqa bo'lishi mumkin emas shekilli. Hech ham unaqa deb o'ylamayman, bolajonim. Unaqa emas. O'g'lim juda softil, diyonatli kishi. O'g'li ishdan kelganidan keyin sizni ishlaringizni qilavering kelib po'sha. Men bu Plus bilan bir gaplashib qo'yingchi, bir ta'zirini beringchi buni. Deganini qara, o'g'liga qara. Shu payt kelin deb poylab turgan ekan, devor orqasida. Menga qara-o, pizyuk Shokir yo bana. Qatdan bilib qoldim men bu lo'qish xotining. Qatta bildirib qo'yding it. Meni sharmanda qilmoqchimisan sen? Senga nima dedim, qo'y pul yot. Qimmat joylarga olib borib ovqatlanib yurgan ko'rinmagan bu ko'rib qolmasin demadim. Somsaxonaga bordingmi nima? Ana ko'rib turibdi, Neptundagi somsaxonada sani. Kut, buni eshitib qolgan kelin. Oy, jatsa, choy poydan bilmadim endi deganmi? Bilarkansiz-ku, hammasini bilarkansiz-ku, demayman. Yig'lab bo'l, ersiz qolib bo'l. Qizim, men bilmasdim, hozirgina aytdim. Hozir aytdingmi, gapir. Kelinimni xafa qilma. Meni xizmatkorim bu. Yo'q, tan olgan kelinim mashi bo'ladi meni. Shu payt eri Qayerdadir ko'rgan nimada uradi ki, odamga o'xshaydi, endi o'xshatib o'rgan bu qo'yib turadi. Pashonda qo'ya, oberi oy kaptimi? Lahomin bo'yida bir tinchlik qolmabdi. Erkak kishi misoli qush. Yaxshi gapirsangiz, pir deb uchib yoningizda qoladi. Yomon gapirsangiz, pir deb uchib ketadi ikkinchi xotinnikiga. Shuning uchun bolam, yaxshi gapiring. Siz baribir meni birinchi kelinimsiz. Birinchi yagonagina xizmatkor cho'rimsiz. Siz meni xizmatimni qilib uyda o'tirursiz. Birinchi xotin xizmat qilmaydi bolam. Faqat birinchi xotinlar xizmat qiladi. O'zi qariganda quyilib yoningizga qaytib keladi. nima qilib oyijon turib qolganda kelganini. Endi shiqalab bir amallab bo'ladi endi. Issiqqina joyisi hovuzna qilmang keyin. Keyin xalades bo'ladi. Xaladesni gazga qo'ysangiz, keyin isiydi. Keyin kuyadi bolam. Keyin og'zingiz kuyadi qizim. Siz cho'rligingizni qilavering. Meni eng yaxshi ko'rgan kelinimsiz. O'g'liga qilibdi. Ha, o'g'lim. Pulni ko'ndirdim, tavba yo'q, ketib qolmaydi. Sen maza qilib yashar bolam, men bor ekanman. Sen ko'chada qolmaysan, xotinsiz qolmaysan. Uchinchisiga ham sovrin topib qo'yaman. 90, 60, 90.